Assalomu alaykum aziz mehmonlar va hamkorlar. Men sizlarni hozir yaxshi imkoniyat bilan tanishtiraman. Marhamat qiling. Believer kompaniyasi Yaponiyaning Shesita Seiki korporatsiyasi bilan 49 yillik shartnoma imzolashdi. Shesita Seiki korporatsiyasi 1920-yilda tashkil topgan korporatsiya bo'lib, dunyo bozorlarida mahsulotning sifati bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Zavod hajmi bo'yicha 4-o'rinda turadi. Bizda tavsiya etiladigan mahsulot birinchi aktivniy koralfiy kalsiy, ya'ni kalsiy asosidagi minerallar kompleksi. Yaponiyaning janubida joylashgan Okinawa orolining tubida 50 ming yillik tarixga ega bo'lgan dengizdagi bor minerallarni o'ziga jamlagan koralladan meditsinadagi oxirgi texnologiya nanotexnologiyasi asosida kichkina tabletning ko'rinishida keltirishadi. Kalsiy nima uchun kalsiy? Aynan muhim bo'lgan mineral hisoblanadi organizmda. Nima uchun kalsiy? Hattoki rak va spiddan ham global hisoblanadi. Kalsiy yetishmovchiligi sabab aynan rak kasalliklarini ham kelib chiqish sabablari kalsiy yetishmasligi oqibatida bo'ladi. Bir qarashda suyak tarkibida kerak deb o'ylaymiz. Aslida kalsiy qon va mushaklarda kerak. Kalsiyning eng muhim bo'lgan minerallardan biri bo'lganligi muhimi organizmdagi nerv impulslarini boshqaradi, moddalar almashinuvini nazorat qiladi. Arterial qon bosimlarini boshqarishga, qonni ivishida muhim rol o'ynaydi. Bu nima uchun muhim? Ko'pgina bolalarda burnidan to'satdan qon oqish holatlari kuzatiladi. Qon ivishida muammo bo'lgan insonlarda albatta kalsiy mineral yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadi. Kalsiy mineral yetishmasligi oqibatida suyak kasalliklari oxirgi etap, ya'ni stepen deb aytadigan bo'lsak, osteoporoz kasalligigacha ham boradi. Bizda hozir juda ko'p insonlarimiz aynan osteoporoz, suyak yemish kasalligi bilan og'riqlashyapti. Sabab suyak tarkibidagi mineral o'zini qonda berganligi sababli, qonni tarkibini to'yintirganligi sababli, mineral kalsiyda yetishmaganligi sababli sekin-sekin mo'rtlashish bo'ladi va osteoporoz kasalligini keltirib chiqaradi. Aynan bunaqa suyak kasalliklari juda ko'p. Hozir artrit, poliartrit, bo'g'im kasalliklari, koksartroz, gonartroz bular hammasi suyak tarkibidagi mineralni yetishmasligi oqibatida kelib chiqadi. Kalsiyning yana muhim bo'lgan vazifalardan biri kalsiy hattoki yurak qon tomir kasalliklarini profilaktikasi ham hisoblanadi, oldini oladi. Kalsiy yetishmasligi oqibatida butun organizmda yetishmovchilik kelib chiqadi. Sabab kalsiy barcha iste'mol qilingan mahsulot minerallarni har bittasini taksi vazifasini bajarib yetkazib beradi har bitta hujayraga. Xarakteristikasiga kelib chiqadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, kalsiy yumshoq tosh degan ma'noni bildiradi, ya'ni so'rilishi juda ham sekin mineral. Yapon olimlari ularga aynan kalsiyda vitamin D3 qo'shishdi. Sabab kalsiyni suyak tarkibida ushlab turishiga yordam beradigan vitamin bu vitamin D3 hisoblanadi va sigir sutidan olingan oqsil, fosfopeptid oqsili ishqoriy muhit hosil qilishga yordam beradi. Stearat, kalsiy va dioksid kremniy aynan ushbu minerallarni hujayraga singishiga yo'lidagi toksinlardan tozalab beradi. Kalsiylarning boshqa turlariga qaraydigan bo'lsak, kalsiylar haqiqatda doimiy iste'mol qilgan insonlarda zarar deyiladi. Nima uchun? Qanaqa kalsiylar zarar hisoblanadi? Organizmda so'rilish darajasi past bo'lgan har qanaqa mahsulot organizmga zarar hisoblanadi. Sabab so'rilmay qolgan qismlari qon tomirlarida cho'kindi holatlarda, o't pufagida, buyrakda tosh hosil qiladi, ichaklarda shlaklarni va qon tomirlarida cho'kmalarni hosil qiladi. Ya'ni tromblarning hosil bo'lishiga yo'l zamin yaratadi. Boshqa kalsiylardan hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, tuxum po'stlog'idan olingan kalsiylarimiz 100% nisbatda olganda 9% so'riladi. Hayvon suyaklaridan, baliqlardan olingan kalsiylarimiz 13% so'riladi. Kraxmallardan, o'simliklardan olingan kalsiylarimiz 16,7%, chig'anoqlardan 6,7% so'riladi. Faqat tabiiy holatda karbonat kalsiylarning orasidagi eng qimmat turi hisoblanadi. Faqat koralladan olinadi. 40% so'riladi tabiiy holatda suvga solib qo'yganda. Keyingi chig'anoqlardan, o'simliklardan, hayvon suyaklaridan, tuxum po'stlog'idan olingan kalsiylar ishlov beriladi. Qayta ishlov berish jarayonida shu darajagacha erishiladi so'rilish darajasi. So'rilmay qolgan qismlari boya aytganimdek organizmga ziyon, ya'ni cho'kmalarni hosil qilib zarariga ishlashga zamin yaratadi. 100% tabiiy. Biz tavsiya etadigan mahsulotimiz 97% singanligi sababli, organizmda hech qanaqa cho'kma hosil qilmaganligi sababli, 97% qon orqali kapillyarlar til ostidan so'rilganligi sababli yuqori natijalarga erishiladi. Yaponiyada 150 xil kasallikka natija bo'lgan, biz O'zbekistonda 210 xildan oshiq kasalliklar natija ko'rgan. Tarkibidagi 60 xil mineral, magniy plus yod bo'lganligi sababli osteoporozni oldini oladi, kasallikka chalingan insonlarni davolaydi. Sahar diabetga natija
bo'ladi, qon bosim kasalliklarini normallashtiradi, qarish prosesini kechiktiradi, ishqoriy muhit hosil bo'lishiga yordam beradi, stressga qarshi turg'unlikni oshirib beradi. Tarkibidagi minerallarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, kremniy. Kremniy suyak qattiqligini ta'minlab beradigan mineral hisoblanadi. Alyuminiy yuqumli kasalliklarni oldini olishga, teri kasalliklarni oldini olishga yordam beradigan mineral hisoblanadi. Magniy ham qon tomirlarini kengayishga yordam beradi, baquvvatlashtiradi, qon tomirlarini mo'rtligini oldini oladi. Stressga qarshi mikroelement deb ham aytilgan bezizga emas, nervlardagi mushaklardagi impulslarni o'tkazib beradi. Ichak harakatlanishiga rag'batlantiradi, ya'ni ichakdagi peristaltikani tiklanishiga yordam beradi. Safra ajralishini, ya'ni xolesterinni ichakdan chiqishini ta'minlab beradi. Aynan magniy elementi nerv hujayralarining ozuqasi hisoblanadi va magniy yetishmasligi oqibatida nerv asabiy holatlar juda ko'pchilikda uchraydi. Aynan magniy minerali ham qon tomirlarini, ham oshqozon ichaklardagi muammolarni bartaraf etishga yordam beradigan mineral hisoblanadi. Va kaliy va natriy qonni suyuqligini normallashtirib beradigan mineral hisoblanadi. Suv balansini nazoratga olib turadigan minerallar hisoblanadi. Kaliy yana bir xususiyati bor, yurak muskullarini baquvvatlashtirib beradi. Aynan bu mineralimiz o'rikda ko'proq bo'ladi. Biz bir ko'lik dozada 5 kilogramm o'rik iste'mol qilganimizda 1 ko'lik kaliyni ola olar ekanmiz. Sink. Ushbu sink oshqovoqlarda ko'proq bo'ladi. Sink gormonal prosessni boshqaradi, hissiyotlarni boshqaradi, hid bilish, ta'm bilish, umuman butun organizmni nazorat qiladigan mineral sink hisoblanadi. Hattoki har bitta gormonal prosessni boshqaradi. Ayollarda ham, erkaklarda ham jinsiy a'zolar xastaliklarni oldini olishga yordam beradi, bepushtlikka natija bo'ladi. Sink eng muhim mineral, bekorga emas, qon hosil bo'lishini nazorat qiladigan minerallarni ham nazorat qiladigan mineral hisoblanadi. Oshqozon ichki shilliq qavatida xlorid kislotani paydo bo'lishini nazorat qiladigan mineral ham sink hisoblanadi. Bolalarda bo'y o'sishi, aqliy faoliyatini, xotirani yaxshilash, har bitta organlarni faoliyatini nazoratini boshqaradigan mineral sink hisoblanadi. Immunitetni ko'taradi va gemoglobinni ham nazoratga oladi. Keyingi mineralimiz bor, temir, kamqonlikni oldini oladi, fosfor, ko'z nuri va suyak tarkibida muhim bo'lgan mineral hisoblanadi. Natriy qonni tarkibidagi suyuqligini nazoratga oladi. Oltin gugurt jigar hujayralarini nazoratga oladigan mineral hisoblanadi. Har bitta organ hujayralari har 10 kunda, har 20 kunda, har 3 oyda, 1 yilda yangilanadigan organ hujayralarimiz bor. Har bitta hujayraning regeneratsiya hodisasini ta'minlab beradigan mineral hisoblanadi. Oltin gugurt jigar hujayralarini doimiy iste'mol qilgan inson 1 yilda jigar hujayralarining yangilanishiga yordam beradigan mineral oltin gugurt hisoblanadi. Ya'ni jigar yog' bosishi, jigar qattiqlashishi, hattoki jigar sirroziga ham natija bo'lganligi aynan tarkibidagi oltin gugurt minerali bo'lganligi sababli. Kumush tabiiy antibiotik hisoblanadi. Kumush hattoki antibiotiklar 5-10 xil mikroblarni, bakteriyalarni o'ldiradigan bo'lsa, kumush antibiotiklarga nisbatan 650 xil bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Hattoki bakteriya yonidagi tabiiy hujayralarga zarar yetkazmagan holatda. Germaniy oltin va selen rak va kletkalarni bloklab beradigan muhim mineral hisoblanadi. Hattoki Germaniya mineralini butun umrini bag'ishlagan Asaya professor shunaqa fikr bildirgan. Qani endi agar shu Germaniyani alohida olish imkoniyati bo'lgan deydi, yer yuzida rak va kletkalarning o'sishini, rak kasalliklariga nuqta qo'yilgan bo'lardi degan. Aynan ushbu mahsulot tarkibida Germaniy bor va kobalt xromimiz. Ushbu minerallarimiz oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqarishni nazorat qiladigan minerallar hisoblanadi. Hattoki insulin ishlab chiqaradigan hujayralarning tiklanishiga yordam beradi. Va organizmda sekin-sekin insulin ishlab chiqarish boshlanadi. Muntazam ushbu mahsulot iste'mol qilgan sonlarimizda. Shuning uchun sahrni diabetga natija bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, kalsiy mineralisiz ushbu minerallar so'rilmaydi. Ushbu minerallarsiz kalsiy minerali so'rilmaydi. Shuning uchun men shu joyda bir statistika aniq sifra bilan bildirib ketaman. Doimiy ferumlik qon ko'paytiradigan tabletka iste'mol qiladigan, anemiyada o'chada turadigan insonlar bor. Nima uchun muntazam temir iste'mol qilsa ham qoni ko'paymaydi? Sabab qon hosil bo'lishini ta'minlab beradigan mineral aynan kalsiy va selen, temir va sink birgalikda bo'lgandagina qon hosil bo'lishi normallashadi va anemiyadan chiqib ketish imkoniyati bo'ladi. Aynan 150 xil kasallikka natija bo'lishining sababi ham shu. Har bitta mineral
o'z hujayralarni oziqlantiradi va hujayralar sog'lom bo'lgandan keyin to'qimalar sog'lomlashadi va sekin-sekin organ darajasiga ham tiklanish boshlanadi. Keyingi mahsulotimiz koenzim qo'g'ash plus laktobakteriya. Koenzim bu asosan ferment hisoblanadi. Har bitta inson 30 yoshgacha 100% tanasi ishlab chiqaradi va 30 yoshdan keyin sekin-sekin ishlab chiqarish foizi kamayishni boshlaydi. Aynan koenzim organizmda antioksidant xususiyatiga ega ativ sinteziga ishtirok etadi. Ativ sintezi degani har bitta hujayrani energiya bilan ta'minlashga yordam beradi. Mitoxondriya qavatini himoya qiladi. Va antioksidant hujayrani o'zidagi toksinlardan tozalashga yordam beradi. Yurak muskullarini baquvvatlashtiradi, organizmda miyaga qon aylanishini ta'minlab beradi. Miyadagi har bitta hujayra mitoxondriyalarni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi va yurak qon tomirlarida qon oqishi tromblardan tozalaydi va qon oqishini me'yorlashtiradi va oyoq-qo'l muzlashlarini oldini oladi. Tarkibida kollagen bo'lganligi sababli yuz terisini tiniqlashtiradi. Shuning uchun aynan koenzim nafaqat yuz terisi albatta har bitta organ to'qimalarini tiniqlashtiradi va tiklanishiga yordam beradi. Va koenzim bilan asosan 1965-yilda yurak qon tomir kasalliklari davolashda ishlatilgan bejizamas aynan koenzim yetishmasligi, koenzim fermenti organizmda yetishmasligi 25% ga kamaysa, yurak qon tomir kasalliklari kelib chiqishi boshlanadi. Va jigar aynan koenzim jigar hujayralarini tiklanishiga yordam beradi, metabolizmini yaxshilaydi, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Butun nafaqat jigar, butun organlar faoliyatini, to'qimalarni tiklanishiga yordam beradi. Asosan inson organizmida yuqori energiya talab qilib ishlaydigan organlarimiz bor. Yurak, jigar, oshqozon osti bezi va buyrak. Ushbu 4 ta organimizga koenzim yetarli miqdorda yetishmaslik boshlangandan keyin jiddiy yetishmovchiliklar kelib chiqishi boshlanadi. Aynan organizmda koenzim yetishmovchiligi ayollarda juda ko'pchiliklarda hozir saharni diabetda natija kasalliklarini chaqiryapti. Erkaklarda esa yurak qon tomir kasalliklari va buyrak kasalliklari, buyrak yetishmovchilik kasalliklarini chaqiradi. Ya'ni kasalliklari kelib chiqishi boshlanadi. Koenzim 2 xil formulasi bor. Eski formulasi koenzim Q10, bizda tavsiya etiladigan koenzim qo'g'ash. Q10 ozgina allergiya berish mumkin bo'lgan eski formulasi qo'g'ashga aylanishi uchun energiya berilgan olish uchun. Bizda tavsiya etiladigan qo'g'ash energiya berilmaydi va iste'mol qilganda shunda qo'g'ashligida iste'mol qilinadi. Sichqonchalarda sinab ko'rilgan. Birinchi sichqonchada hech narsa berilmagan, kasalliklarga chalingan va tez vafot etgan. Ikkinchi sichqonchada Q10 berilgan. Xuddiki o'sha birinchi sichqonchada ko'rsatilgan kasalliklar kuzatilgan va unga nisbatan ozgina ko'p yashagan. Uchinchi sichqonchada ikkalasida kuzatilgan kasalliklar ko'rilmagan. Eng muhimi ikkalasiga nisbatan 6-8 oyga ko'p yashagan. Bu inson umri bilan solishtirganda 10-15 yilga to'g'ri keladi. Bu nima degani? Bu 40 yoshingizda 25 yoshdagi holatingizni tiklaysiz degani. Va tarkibidagi laktobakteriya aynan tabiiy laktobakteriya hisoblanadi. Turneps karamani bijg'itish yo'li bilan olingan laktobakteriya ichak mikroflorasini tiklab berishga yordam beradi. Inson organlar ichida yurak eng muhim organ hisoblanadi, lekin immunitetingizni nazorat qiladigan organizm bu ichaklaringiz bo'ladi. Aynan ichakdan immunitet hosil bo'lishiga yordam beradigan organ ichak bo'ladi. Ichak mikroflorasi normada bo'lgan insonlarda immunitetida hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Tabiiy laktobakteriya bo'lganligi sababli ichakda muammosi bor insonlarda haqiqatda natija bo'ladi. Surunkali ich ketish, ich qotish har bitta ichak bilan bo'lgan muammolarni bartaraf etadi. Bitta so'z bilan aytganda, ikkala mahsulotimiz inson tanasida bitta tushadigan mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun ham dunyo bozorlarida inson tanasida bitta tushadigan mahsulotlar qimmat baholanadi va qimmat hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.